Hammaga assalomu alaykum aziz o'rtoqlar. Hozir biz Yashnobod tumanidagi Infinity deb nomlangan turar joy majmuani 5-qavatida turibmiz. Bu uyimiz 3 xonali bo'ladi, 71 kvadrat metrli. Oxirida narxini aytib o'taman. Ko'rsanglar juda ham shikarniy, shohona uslubda ta'mirdan chiqqan ajoyib xonadonimiz bo'ladi. Ko'rib turibsizlar, biz hozir oshxonasida turibmiz. Ya'ni oshxonamiz studiyniy formatda mehmonxona bilan bitta qilib yuborilgan. Bu yerda mana Immer texnikalari bilan komplekt jihozlangan. Bu yerda встроенный kuxniy mebellarimiz, mana bu yerda 4 kishilik stullarimiz bor. Mehmonlarimiz bilan o'tirib dam olib, ovqatlanib o'tirsak bo'ladi. Bu yerda bo'lsa mana hordiq chiqarish uchun alohida yumshoq mebellar, yaxshi turetskiy mebellarni qo'yishgan. Kattagina televizorlarimiz, dekorlarimizga ham ahamiyat bersanglar juda ham ajoyib. Bu yerda bo'lsa kartinalarimizni ham qo'yib qo'yishganingiz o'rtoqlar. Uyimizda konditsionerlar bor. Ko'rsanglar bo'ladi, chiroyli kartinalarni ham qo'yib qo'yishgan. Xo'p, endi yo'lagimizga o'tamiz, ya'ni podyezddan kirish qismimiz. Ko'rsanglar bo'ladi, bu eshigimiz bo'ladi, domofon xizmatlari ham bor, qurilmalar o'rnatilgan. Bu yerda komodlarimiz, zerkalli oynalarimiz, bu yerda встроенный shkaflarimiz, ya'ni kiyimlarimizni joylashtirish uchun shkaflarni tayyor qilib qo'yishgan. Mana endi bo'lsa to'g'rida yosh bolalar yotoqxonasini ko'rsanglar bo'ladi. Bir kishilik yumshoq kravatlari dars qilish uchun ideal qilib, bu yerda stol stullarini, ya'ni kitob javonlari uchun ham joylar qilib, bu yerda shkaflarigacha, televizorlarigacha sharoit qilib qo'yib qo'yishgan va bu yerda bo'lsa bizani balkon qismimiz ham bor, ko'rsanglar bo'ladi. Qo'shimcha kvadratura beradi uyimizga. Bu yerda bo'lsa mana ovqatlanish uchun stollarni ham qo'yib qo'yishibdi aziz o'rtoqlar. Endi bo'lsa master spalniga o'tamiz. Yo'lakda bizani sanuzilimiz bor, shuni ham ko'rsatib o'tib ketaman. Ko'rsanglar bo'ladi, mana high-tech uslubda chiroyli qilib ta'mirdan chiqarib qo'yishgan, dushovoy kabinkalari bilan tayyor turibdi aziz o'rtoqlar. Endi master spalnimizga tashrif buyurasizlar. Ko'rsanglar bo'ladi, juda ham keng, chiroyli, hamma joylari tayyor qilingan, kartinalar ilingan, konditsioner bu yerda bo'lsa, tumbuchkalari, svetильниклarigacha qo'yib qo'yilgan aziz o'rtoqlar. Televizorlari ham bor. Ajoyib bo'lgan dekorlarimizni toshdan yasab qo'yishdi aziz o'rtoqlar. Bu o'zini sanuzili bo'ladi. Alohida bemalol bu yerda ham cho'milib ishlarimizdan ko'ramiz va kiradigan mashinalarga qo'yib qo'yishibdi. Uyimizning devorlari juda ham chiroyli, zakritый devor, pastda qorovullar o'tiradi. Xo'p, uyimizning narxiga keladigan bo'lsak, 230 ming AQSh dollarida kelib ko'rsanglar, yana chiroyli narxda baraka qilib beraveramiz aziz o'rtoqlar. Sizlar bilan Nodir uylar bo'ldi. Hammanglarga omad.